Janob payg'ambarimizning huzurlariga kelib savol qilishdiki, ya Allohning rasuli, Allohning nazdidagi eng yaxshi amallardan xabar bering. Birinchisi o'z vaqtida o'qilgan namoz, ikkinchisi ota-onaga yaxshilik qilish deb javob qildilar. Namozni o'qiymiz, lekin otamiz, onamiz dunyodan barvaqt o'tib ketishgan, kimga yaxshilik qilishimiz kerak ya Allohning rasuli dedilar. Amaking hayotmi? Amakim hayot. Amakingni duosini olgin, amaki ham ota o'rnida ota dedilar. Onang o'tgan bo'lsa, xolang hayotmi? Xolam hayot. Xolani duosini olgin, xola ona o'rnida ona dedilar. Mana shunday qavmi qarindosh, yor birodarlar bilan yaxshi bir silay rahmda bo'lgan, oqibatda bo'lgan farzandni xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi shod bo'lar ekan.